Ramazon oyi 3-10 kunlik umra narxlari nech pul bo'lyapti? Ramazon oyi 3-10 kunlik umra narxlarini videoda boshidan aytamiz. Siz bitta like bosib, kommentariyaga aksiylar qoldirib, bizga obuna bo'lib, umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga videomizni yuborib qo'ydi. Ramazon oyi 3-10 kunligidagi reyslarimiz bilan tanishamiz sizlar bilan. 22 Namangan Jidda, 23 Farg'ona Madina, 24 Namangan Madina, 26 Farg'ona Madina. Ushbu reyslarimizni narxini sizlar uchun 2-10 kunlikda $1075 dan qilib belgiladik. 1-mart Namangan Jidda yo'nalishidagi reysimizni $1175 dan, 5-Farg'ona Madina, 6-Farg'ona Jidda, 8-Namangan Jidda, 11-Farg'ona Madina yo'nalishidagi reyslarimizni barchasini $1375 dan qilib belgiladik. Ya'niki $1375lar Laylatul Qadr kechasi hayit namozi o'qib kelishadi. Xudo xolasa $1375 dan ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqib o'zlarining joylarini bron qilsalaring bo'ladi. Madinada 400 metr masofada, Makkada 2,5 kilometr masofadagi gostinitsa. Madinada ham, Makkada ham saharlik, iftorlik uchun taomlar taqdim etiladi. Xudo xolasa ziyoratlar ochiq bo'lsa, ziyoratlarga olib chiqiladi. 50 boshlar reysga to'g'ri kelsa birga borib, birga keladi. Bo'lmasa albatta yo'l boshlovchilar yo'l boshlaydi, kuzatuvchilar qaytatib, ya'ni yo'lboshchilar qaytarib olib keladi. Atta 50 boshlar kutib olishadi. Yuqori yilli, malakali, tajribali 50 boshlar bo'lishadi. Aeroportda kamzil, bejik sumka beriladi. Qaytayotganlarga 5 litrli zamzam suvlari beriladi. Va doktor xizmatlarimiz ham mavjud bo'ladi inshaalloh. Va ota-onasini olib ketayotganlar, sog'lig'ida, oyog'ida muammosi borlarga aravachani chetdan olishni tavsiya qilamiz, chunki atda juda ham ko'p aravachalar band bo'lib qoladi Ramazon oyi 3-10 kunligida. Inshaalloh ko'ngillarni to'q qilib ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays orqali umra qilishlikni sizlarga tavsiya qilamiz. Hoziroq biz bilan bog'laninglar, to'liq ma'lumotga ega bo'linglar. Sog' bo'linglar.